Zebur 75. Munaccat. Sana şükür eytimiz. Ey Xuda, şükür eytimiz. Çünkü sen yaqinsan bizge bayon qilamiz karomatlaringni hamisha. Xudo aytar, men bekitgan vaqtda so'riqimni adolatda so'rayman. Tursumu ger yer zeminlar tevrinib, o'zimdurman qo'yg'uchisi anga tuvrik o'rnitib. Men deyman maqtanchoqqa, maqtanma pasıqlağa, mağrurlanıp gadayma. Öz küçüngdün körenglep, tumşuqingni ushlab, po atma. Çünkü yükseliş kiler faqatla Xudodan, kelmeydi şarq, g'arb yoki janub shimoldan. Berhaq, Parvardigor birdan bir so'zchudur. U birini aziz qilsa, birini xor qilar. Çünkü Parvardigorning qo'lida bir qadah bo'lar. Uningga ochiq ko'piklik sharob to'lgan bo'lar. Qachonki Xudo uni to'ksa zeminga, pasıqlar dug'larini qo'shib ichib olar. Yaqublarni tanlagan Xudo haqida men mangu guvohlik berman, ham uning nomiga munojatla aytaman. Xo'rik cho'ng, maqtanchoqlarning xo'rikini kesib etaman. Biroq odil haqqoniylarni shon sharafga erishtirman.